yoqimli ishtaha. Julia Child dunyoni o'zgartirishidan avval Fransiyada yashaydigan oddiy amerikalik edi. O'zimga qiziqarli mashg'ulot topmoqchiman. O'zi nimani yaxshi ko'rib qilasan? Ishni? Ha, buni rosa zo'r qoyillatasan-da. Hechamda. Ha, Meni xijolat qilma. Ofis ishchisi Julia Pavel ismli qizga buni nima aloqasi bor deb o'ylayapsizlarmi? Julia, ishingda nima gaplar? Sug'urta haqida siz bilan gaplashib olishim kerakmi? Ha, men bilan. To'g'risini ayting, biror nima qila olasizmi? Yo'q, bunisi o'tib tushdi. Dahshat-ku. Men nima adashib qoldimmi? Meni birinchi marta ko'rganingda shunday deb o'ylagan bo'larmiding? Bitta gapni qayta gapirar ekansan deb o'ylagan bo'lardim. Yangilikni eshitdingmi? Showtime kanali meni sahifamni sotib oldi. Men haqimda serial olishar ekan. Men kitob yozishim mumkin, g'oyalarim tiqilib yotibdi. Pazandalik haqida yoz. Julia Child kabi haqiqiy oshpaz emasman-ku. Child har doim shunday zo'r bo'lmagan. Film ikkita haqiqiy hikoya asosida olingan. Balki pazandalik kurslariga yozilarman. Julia va Julia loyihasi. Julia retseptlari asosida tayyorlayman. Yilda 365 kun bo'lsa, 524 ta retsept bor ekan. Totuv hayotimni aql bovar qilmas tajribaga aylantiraman. Rostdan tentaylikmi? Ha, Columbia Pictures namoyish etadi. O'sha erkaklarni ko'rganingda edi. Og'izligi ochilib qoldi. Oxiri menga tan berishdi. Julia, senda qog'ozda hammasi oson. Bir afsona tarixi. kitobing dunyoni o'zgartirib yuboradi. Bu bir qizga yangi hayot tarzini taqdim etadi. Agar ulgurmasam, 1 yil bekorga sarflagan bo'laman. Ozg'ingina edim. Endi semirib ketdim. Faqat yuzing. qiziq bo'ladi deganding, aksincha, asabbuzarlik bo'lyapti. Albatta. Hammasi yerga tushib ketyapti. Muhimi, hech qachon o'zingizni oqlamang. Rejissyor va ssenariy muallifi Nora Ephron. Dahshat. Rosa mazali shunday emasmi? Meryl Streep, Amy Adams. Men xuddi ummonda cho'kib ketayotgandek edim. U meni qutqardi. Endi hammasi yaxshi bo'ladi. Kechga nima ovqat? Kechki nima ovqat? Sizda pazandalik mahorati yo'q. Julie va Julia.